Assalomu alaykum, mening oshxonam kanalining obunachilari. Bugun biz sizlar bilan spagetti taomini tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizlarga 4 bosh piyoz kerak bo'ladi. Mayda to'g'rab olingan. 200 gramcha go'shtni mayda qilib to'g'rab oldim. Qiyma ishlatsanglar ham bo'ladi. Bitta kichkina qizil sabzi qirg'ichdan chiqarib olamiz, mayda tishidan. 4 dona sarimsoq piyoz mayda qilib to'g'rab olingan. Bitta osh qoshiqda tomat pastasi, bitta pomidor mayda to'rtburchak to'g'rab oldim va albatta spagetti tayyor mahsulot kerak bo'ladi. Endi taomimizni qilishni boshlaymiz. Qozonimizga bitta cho'mich yog' solib oldim. Qizigandan keyin 4 dona piyozni mayda to'g'rab soldim. Endi buni to tillarang bo'lguncha qovuramiz. Past olovda qovuramiz buni. Mana piyozlarimiz tayyor. Ustiga sarimsoq piyozimizni solamiz. Endi buni ham biroz qovuramiz. Endi ustiga go'shtimizni solamiz. Ta'bga ko'ra tuz, murch va o'zingizlar xohlagan ziravorlarni solib qovurasizlar. Yaxshilab qovurishni davom ettiramiz. Go'shtimiz ham qovurildi. Endi sabzimizni solamiz, qovuramiz. Sabzimiz ham qovurildi. Bitta osh qoshiqda soya solamiz. Bitta choy qoshiqda kariy solamiz va qovurishimizni davom ettiramiz. Salig'larimiz chiroyli bo'lib qovurilyapti. Endi pomidorimizni solib qovurishni davom ettiramiz. Mana bir ikki aylantirib tomatimizni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Salig'larimiz yaxshilab qovurildi. Endi yarim stakan suvni solib, tegini past qilib 20-25 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Endi spagettimizni pishirib olamiz. Spagettini pishirib olish uchun qog'orachada suv qaynatib oldim. Endi unga yarimta osh qoshiq tuz solamiz. Suvimiz ham shaqillab qaynadi. Endi spagettimizni solamiz. Pishgandan keyin olib, suvni silqitib, muzdek suvda chayib olamiz. Buni aralashtirib qo'yamiz. Bo'lsam yopishib ketadi bir-biriga. Endi to pishguncha qaynatib olamiz. Orada aralashtirib turamiz. 10 daqiqa vaqt o'tdi. Mana past bo'lib dimlanib turibdi. Aralashtiramiz. Yaxshilab tiyilari bilan. So'ng yana dimlab qo'yamiz. Spagettilarimiz ham pishdi. Endi buni boshqa idishga olamiz. So'ng muzdek suvda chayib olamiz. Spagettilarimizni sovuq suvda chayib olamiz. Azizlarim, spagettimiz tayyor bo'ldi. Endi qozondagi maylasiga aralashtirib olishimiz qoldi xolos. Maylamiz ham tayyor bo'ldi. Gazimizni baland qilib ko'taramiz. Spagettilarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana spagettilarimiz aralashib ketdi. Endi yana 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Taomimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ustiga pishloq qirg'ichdan chiqarishimiz qoldi xolos. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Juda mazali chiqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.